Hammaga salom bo'lasiz, bilan bugungi videomiz sizlar bilan yana buildrop ochib ko'ramiz, necha pul ko'taramiz, necha pul yo'qotamiz. Videoga like bosib, obuna qo'yinglar, biz unda videoni boshladik. Bo'lsizlar, buildropni tekinga ochmoqchi bo'lsanglar, mana shu Telegramga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalimizda har kuni beramiz va mana shu botga o'tib qo'ysanglar, shu botdan o'zingizlar tekinga ishlasanglar ham bo'ladi. Ikkalasini ham ssilkasi opsiyonida bo'ladi. Unda videoni davom etishinglar mumkin. Mana hisobimizni 10 ming so'mga to'ldirib olganmiz. Bo'lmasa ochishni birin-ketirayda boshlaymiz. Bizga qaysi keys yaxshi? Ko'ramiz, yangilanganmi? Yana bir bor bilmadim. Hozir ko'ramiz birin-ketirlikda. Shu 27 likni ochamizmi, 3 tami, nechta? 3 ta ochsak bo'ladimi? 3 ta ochamiz. Qani ketdi, nima tushadi bizga? Xo'sh, 83 yaxshi. Foyda 2 foyda 2. Xo'sh, chiqamiz. Hozir bo'lmasa boshqa keysni ochamiz. Nima tushishini ko'raveramiz. Mana shuni ochamizmi? Ikkita. Qani biz bunaqa aytib ochamiz. Bizga ikkita legendarniy berdi, lekin 29 voy minus. Qaysidan ochsak bo'ladi? Bizga ma'qul mana shu. Nechta ikkitali ochsak bo'lar ekan. Shundan ham yo'qotsak bilmadim. Kuydi yana bitta ochsak bo'ladi. Bizga nima tushib beradi? Bizga hozir eng to'ftan bu tushmasida to'fta narsa tushdi. Xo'p, bolalar, mana videoni ham ko'rdinglar. Biz bu yerdan hech narsa chiqarib keta olmadik. Xo'p, keyingi videolarda nima qilishimizni, nechta pul ochishimizni yozib ketinglar. Sizlar bilan Gans bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.